Bu moshinaga qancha chegirma qilib berasan? Bu mashinaning tan narxi 50 million so'm chegirma qilib beraman. Moshinaning narxi nechi pul? Mashinaning tan narxi 535 million, 570 million. Ikkita pozitsiyasi bor. Tushunarli. O'z tan narxidan 50 million chegirmasini 50 million qilib chegirma berasan. qilib beramiz. Bu faqat naqd to'lovga amal qiladi. Bu faqat naqd to'lov, rassrochkaga amal qilmaydi. Rassrochka. Yana qanaqa variantlar bor? Chegirmali variantida. Hop, chegirmali variantda M6 ga bor 30 million chegirma qilib beraman. Hop, Haval M6 moshinasiga 30 million chegirmasini qilib berasan. Tan narxlari 250 milliondan 280 milliongacha. Kamroq puli bor odamlarga nima variant tavsiya qilasan? Xohlasa rassrochka qilib beraman, xohlasa avtokredit ligotni imtiyozli qilib chiqarib beraman. Rassrochkani eng uzoq muddati qancha oygacha bo'ladi? 4 yil bo'ladi. 4 yilgacha uzun narxda bo'ladi. Uzun tan narxida bo'ladi. 1 so'm qo'shilmaydi. Foiz penalisiz bo'ladi. Aha, tushunarli. Agar o'zlarining nomlariga chiqadigan bo'lsa, rassrochka qanaqa variantlar berasan? O'zlari nomlariga chiqadi. Ha, o'zi 4 yilgacha bo'lgan rassrochka. 4 rassrochka. yilgacha o'zlari nomlariga chiqadi o'zi. Hech qanaqa lizing bo'lmaydi. Lizing bo'lmaydi. Xo'p, qora ro'yxatda bo'lganlarga variantlar bormi? Qora ro'yxatda bo'lganlarga endi lizing variantini tavsiya qilamiz. Lizing varianti ham uzun narxini bo'lib to'lashga Uzun narxini, tan narxini bo'lib to'lashadi. Tushunarli. Bu tarafdagi moshinagachi? Xo'p, bu tarafdagi mashinamiz H6. Aha. Xo'p, 330 milliondan 390 milliongacha. Aha. Xo'p, buni tan narxidan 10 million chegirma qilib beraman, naqdga olishsa. Naqdga olishadigan bo'lsa, 10 million chegirma qilib beraman. tushunarli. 10 million chegirmasi ham bor moshinaga. Bunga rassrochka ham bormi? Rassrochka lizing tartibda bo'ladi bunga. Aha, 4 yil muddatgacha bo'ladi. Uzun nomiga yo'q lekin bularda. Yo'q, bularda uzun nomiga yo'q. Tushunarli. Bu o'sha mashhur moshina mana shu bo'ladi. Havalash olti. O'rindiqlarda isitadi, sovutadi. Isitadi, sovutadi. Panorama tom, 360 kamera, Alisa, hamma funksiyasi bor ekan. hamma 360 kamera, avtoparkovka, pamять sиденька, zavodskoy sambuferlargacha bor. Mana shu moshinani hozir obzor qilamiz. O'rnib turgan moshinani. Ungacha mana shu bitta ko'rsatadi, orqa kengliklari. Bu ancha keng moshina, ko'pchilik bilishadi. Musofirdagi yurgan ukalar ham videoga bitta like bosib ketinglar. Men sizlar uchun o'sha Rossiyadagi eng trendda bo'lgan Haval moshinalarini obzor qilib, narxlari bo'yicha tanishtirib o'taman. Qara, sonda gaplashaylik. Bu mashinaga plus-minus necha pul to'lasa rassrochka olib ketadi? Xo'p, rassrochka olish uchun примерно 100 million, 120 million atrofida to'lov qilishsa, narxida chiqadi. 100-120 million atrofida. Qara, haydab yurgan mashinalar bo'lsa olib qo'yarasanmi? Olib qolamiz, trading qilib, любой mashina purushga baholatib kelishadi, $100 qimmatiga olib qo'yaraman. $100 qimmatiga olib qo'yarasan. $100 qimmatiga olib qo'yaraman. Tushunarli. Okalar, 100-120 million. Bu tarafda M6-nichi qancha bilan chiqazib berasan? Xo'p, M6 80-90 million bilan chiqadi. O'zlarining nomlariga chiqadi bunda. Bu ham rassrochka bo'ladi. O'zlarining nomlariga rassrochka bo'ladi. Foiz penya bo'lmaydi kundan o'tsa. Zo'r. Farqimiz boshqa salondan. Konkret bu uzun profilimga bo'ladi. Bu yerda yolg'on, boshqa gap gapirma. Boshqa joydan farqi, bonuslari bo'ladimi, yo'qmi? Bonuslari bo'ladi. Bonuslari qilib beramiz. Xo'p, yana bir qo'shimcha nima taklif qila olasan bu mashinaga? Xo'p, agar naqdga olsa 30 million chegirma qilib beraman. Tushunarli. 30 million chegirma. Agar chegirmani olmayman, menga chegirmasi kerak emas, lekin bonuslarni ko'proq qilib chiqazib ber deysa, misol uchun propan so'rashi mumkin odamlar, yo bo'lmasam broni plyonka bo'lishi mumkin, yo bo'lmasam endi tuning qilib, xullas, balonlarni qoraytirib, xullas, navorot tuning qilib, yoniga bitta shofir ham qo'shib beraman. Xullas, qoyil. Agar chegirma kerak emas desana, mana mashinani bizga bir 2 kunga berib ketishlar kerak, ha? 2 kunga berib ketsalar, mashinangizni shuni ko'rganingizda tanimaydigan qilib beramiz, xullas, mashinani. Bitta ash mashinani bitta obzor qilaylik, yo'q, sen bilan. Qolgan mashinachi? Ha? Hozir mana birinchisi yomon qiziqtirdi-da, meni ham to'g'risi. Endi men o'zim ham bilaman bu mashinani, lekin funksiyalarni baribir zo'r tushunmayman. 50 million chegirmasi bor xullas bu mashinaga. Agar interesinglar bo'lsa, kelarasizlar. Rassrochka bundan ham bor-a? Rassrochkasi bor, lizing tartibida bo'ladi, 4 yil muddatgacha bo'ladi. 4 yil muddatgacha bo'ladi, tushunarli. Boshlang'ich eng kam 35% dan boshlanadi. 35% ni to'lov qilib, rassrochka olib ketarasizlar. Motorlar haqida bitta qisqacha ma'lumot berib o'tgan. Xo'p, motorlar 2 turbina bo'ladi, 4 ta balonni ham tortadi. Yaponskiy Mitsubishi motor bo'ladi. Tushunarli. Bu o'zi brend Xitoyniki bo'lgani bilan o'zimiz Jizzaxda chiqitgan mashina. O'zimiz Jizzaxda совместно chiqitgan bu. 540 360 hamma kameralari bor. Uzunligini ham qarang, qanaqa uzun. Yerdan balandligi 2 metr, uzunligi 5 metr bo'ladi. Oho. Xullas, mashinani ko'rsizlar. Polni sidenyalar, elektropaket, salon. Bu 7 ta o'rindiqli-a bu? O'rindiqlar isitadi, sovutadi, 7 ta o'rindiqli. Katta panorama tom. Monitor, rullari. Xullas, u tomonga bittacha funksiyalar haqida ham bitta qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaylik.
Okeylar, saloni keng. Skoruslari ham samolyotnikiga o'xshaydi. Samolyot ichiga o'xshaydi. Shunga ham odamlar bir samolyot yerdagi samolyot deydi. Sizlarni barda xolodilniklari bor. Bunda massaj bormi yo'qmi? Masaj ikki tomonda ham bor. Ha, ikkita tomonda ham bor. Mashina bu. Tushunarli. Isitadi, sovutadi ham. Istadi ham, sovutadi ham. Qo'l qilib 310 kilometrdan turadi. Necha xil yurish rejimi bor bu mashinada? 8 xil rejimlar. 8 xil yuraveradi. Qordami, tog'dami, Qordami, boshqa qiziq emas. loydami. Besprodnoy bor. Adaptiv kurs kontrol endi bo'lmasa bo'lmaydi bularda. Ha. Bularda 100% bor. O'rindiqlar elektropaket bo'ladi. Ko'rib turganingizdek. 4 tomon tortadi. Bunda 910 klimat kontrolmi qanaqa bo'ladi? Menimcha 310 kilometr. yo'q, orqasida ham bor-da, to'g'rimi? Buni orqasida ham bir ko'rdim men. Ishlatib ko'rdik. Mana bu narsalar mexanik holatda. Xullas avtomat qilsani ham bo'ladi, mexanik qilib haydasani ham bo'ladi. Xedab bo'lmaydi-da bularda? Yo'q, burada xedab bo'lmaydi. Tushunarli. Panorama tom. Panorama ham dalsha ochiladi. Dalsha ochiladi. Ani oynani o'zi emas, ochiladi ham Ochiladi, panorama. ha. Bitta orqa kengligi ham bitta chiqib ber. Xullas, mana shu bola o'zi Hakimjon. Avtosalon kelib, mana shu bolaga uchrasani, Xotirjam liboy variant mana shu bolada bor. Rastrochka deysan. Eshikni yopib turgan, yoriq tushib qoladi. Mana. Orqasi keng, keyin mana sidinani ham boshqarsa bo'lar ekan-da, mana yotqizib, tiklab. Haqiqiy premium mashina. Mana edi, knopkalarning ko'pligini qarang. Nimalab ketgan o'zi. Mana bitta klimat kontrollari tepasida. Obshifkalari ham eko koja. Sidinani kojasiga umuman maza qildim lekin. Orqa dizaynni bitta ko'rsatamiz. To'qqa chiqsa agar bunda 220 to'kigacha bor. 220 volt tok ham bor bo'ladi. Cho'qanachi ham bo'ladi, televizor ko'rinishi ham bo'ladi. Mana 220 volt toki bu 7 o'rindiqli mashina. 7 o'rindiqli bo'ladi. Orqasi keng lekin, ani o'ylamani 7-o'rindiq detskiyda. Bularda unaqa emas. Bu juda ham keng mashina. 5 metrmi uzunligi hozir bu? Uzunligi 5 metr bo'ladi. Tushunarli. Bu tarafda Dargoni ko'rdim, bitta Dargoni ham. Xullas 4 yilgacha rastrochka eng kam necha pul o'sha 35% ni aytib ketadi. Hop, yana 200 million bo'ladi. 200 million atrofida. 200 million pul bilan kelishsa, ya'ni rastrochka bo'laveradi. Bu yerda Dargo. To'g'risi bu mashinani men birinchi ko'rganimda o'zimga rosa ham yoqqan. Sababi ixcham, yo'l tanlamaydigan mashina edi. Funksiyalari ko'p lekin ha bunda. Unga nisbatan ko'p funksiyalar ha lekin. Nisbatan ko'p. Head-up display. Orqaga ham yuraveradi ha, bu rolni qo'yib olib. Ha, rolni qo'yib olsa 400 metrgacha o'zi orqaga yurib olib chiqib beradi. Salom, atmosfera o'ta go'zal. O'ta go'zal. Panorama tom. Bunda massaj tomlar ham voditilda bor ha. avtotikami, qoraytirganmi, qoraytirgan o'tirishmaydi. Tushunarli. Alcantara bilan koja kombinatsiya qilingan massaj adashmasam faqat shunda bor ha. Shunda bor ha. Bunda ham xolodilniy, xullas ko'rishlari shaybali, panorama tom. Xullas hamma narsa bor. Mashinada funksiyasini sanasa, bu nerealniy keng mashina. Chunki men o'zim ham sinab ko'rdik, test qilib ko'rdik. Agar qiziqqanlar bo'lsa, test drive'lar bor. Test drive'lar bor kelsa, har kun soat boshdan narxi hop 400 million, 430 million. Agar naqdga olaman deyishsa, hop 40 million chegirma qilib beraman. Tan narxidan. Tan narxidan 40 million chegirma. Bu ham bugun erta, soni cheklangan. 360 million tan narxi bo'lar ekan-da. 360 million tan narxi bo'ladi. Voy. 360 millionga hozir bunaqa segmentdagi mashina juda kam. Bunga rastrochkalar bor. Rastrochka bor. Xohlasa leasing rastrochka bor, cho'nda bo'lsa, xohlasa o'zlari nomlarga chiqarib beraman. O'zlari nomlarga ham lekin chegirma amal qilmaydi. Ha, unda chegirma amal qilmaydi. Unda chegirma amal qilmaydi. Faqat naqd bilan oddiy avtokredit amal qiladi xolos. Zavodskoy sambuferlargacha bor. Mana. Balonlari birga zavodskoy sambufer, ha? Zavodskoy sambufer. Balonlari ham birga bir bo'ladi. Dagatka bo'lmaydi. Mana bu bilan bir xil bo'ladimi? Diska bilan. Qoyil, bunda ham 220 volt. Bunda ham 220 tokgacha bor. Toqqa chiqqanda bosaveradigan joyi. Rastrochka 4 yilgacha bo'ladimi bularda ham? Hop, rastrochka bo'ladi 18 oylik bo'ladi. Ha, o'zlarining nomlariga bo'ladi. O'zlarining nomlariga chiqadi, 18 oyga chiqadi. Xullas, eng kam boshlang'ich to'lov bilan rastrochka qancha bilan chiqadi? Hop.
120 million atrofida chiqadi. 120 million atrofida o'zlar xolasalar o'zlarining nomlari, xolasalar lizing leasing qilib qilib. plyus-minus gaplashilaveradi. Bu tarafda oq rangi ham bor ekan, qiziqqanlarga. Bashi moshtaga chiqib ketgan mana. Haval Julian. Bu Haval Julian bo'ladi. Bu senga davlatlar ichida eng ko'p prodajaga Hozirgi holatda sotuvchi eng ko'p sotilgan o'sha Julian bo'ladi. bu motori qanaqa bo'ladi bularda? Motori 1.5 turbina, yaponskiy Mitsubishi motor bo'ladi. 4 ta porshinli bo'ladi. Tracker bilan farqini Trekker bilan farqi ancha. Bunda balonlar yumshoq bo'ladi, ходовойлari независимый bo'ladi. bularda 3 ta porshinlimi? Bularda 4 ta porshin bo'ladi. Trekkerda 1.2 turbina, 3 ta porshin bo'lsa, bularda 1.5 turbina, 4 ta porshin bo'ladi. Ot kuchi 140 ta bunda ot kuchi. 150 ta. Balonlari ham yumshoq, Balonlar almashtirish shart. yumshoq, diskalar o'zi ancha zavodskiy litniy quyma diska bo'ladi. Tushunarli. Ходовойлari ham bularniki. Ходовойлар независимый bo'ladi. Слепой zona, Abdux, Abagrev, 360 kamera ham bor, 360 kamera, Alisa, avtoparkovkasigacha bor. To'xtaga mana shunda Aliza ham bor, mana shunda голосовое управление. Qo'yil, lekin o'rindiqlar ustida sovutadi ham bularda. Ustida ham sovutadi ham. Panorama bor. Juda ham katta. Salon keng, Puliga monitor. ancha arziydigan mashina. Xullas, narxi nech pul chegirma qilib berasan? Narxi 280 milliondan 330 milliongacha. 330 milliongacha. Xo'p, agar naqdga kelib olaman deysa 40 million chegirma qilib beraman. Bosh boshiga ham Tan qiladi. narxiga 40 million chegirma qilib beraman. Lekin bu taklif hech kim bera olmaydi lekin. Hech kim bera olmaydi. Kelgandan keyin ish qilib tutilib qolmaysanmi Biz klientlarga? gapimizga javob beramiz. 40 million chegirma qilib beraman. Ha, agar Buni ham faqat moshina soni cheklangan. Faqat soni bugun cheklangan. erta amal qiladi xolos. bu tushunarli. Bunda misol rasrochka bo'ladigan bo'lsa, eng kam qancha bilan chiqadi? Xo'p, eng kam rastochka 25-30% dan boshlanadi. 25-30%, ya'ni bunda ham 90-80 million bilan Shunaqa bo'ladi. o'zin narxiga chiqar ekan. Tan narxiga chiqadi. Bonuslardan gaplashaylik. Konkret bonus qilib berasanmi? Misol uchun moshinadan kelib olishadigan bo'lsa senda. Aha. Bonuslari bor. Bonuslari bor albatta. Bor. Xayrga xayrli bo'ladi-da. Zo'r, qo'ya. Orqa dizaynlari. Короче, 280 milliondan 330 milliongacha moshinalar 330 narxi. milliongacha. Tan narxidan 40 million chegirmasini qilib beramiz. Kelishsa, boshi moshina ham juda g'alati moshina ekan. Bu havo Wingle bo'ladi. 2.4 atmosferniy motorli mexanika bo'ladi. 4 ta balon ham 4 ta. Motorni bitta ko'rsataylik. Mitsubishi motor desan-ku, dokazati bilan ko'rsatib qo'yaylik mana shu moshinani. Och. Hali negativ bo'ladi-da, Xitoy brendda nima qiladi Mitsubishi motor deb. O'shaning uchun konkret ko'rsatib o'tib ketaylik. Mana fakt, okalar. Buni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi deydi-yu. Mana shu Mitsubishi motor bo'ladi. Emblematsiz atmosferniy. Xullas 4 ta bolani tortadi buni ham. 4 ta balon tortadi. Sizenkalar koja bo'ladi. Mana shu bitta salonni ochib bersan. Bu mexanika, xolasalar 4 ta bolonni yuradilar, xolasalar uzib qo'yadilar. Shunaqami bunda? Shunaqa. Isteda o'rindiqlar, ha? Ha, istadi. Eko-koja, salon, ro'lamni o'lchamaydi, hamma funksiya bor bunda ham. Bu 5 o'rindiqli ekan. Buni ham ana orqasi ham bunaqa tor emas. Bemalol bitta oila bilan rozg'orbob moshina desa ham bo'laveradi. Qancha yuk oladi? 1 tonna shu yuk olaveradi. 1 tonna oshiq yuk olaveradi. Ходовойлari ham. Xullas, sizlarni qiziqtirgan bo'lsa, avtosalon kelib to'liqroq ma'lumotlarni mana shu bolaning o'ziga uchrasani beradi. Rastroshka deysizmi, kredit deysizmi? Bunga ham naqdga agar olishadigan bo'lsa, 50 million so'm tan narxidan o'tib beraman. Bundan ham 50 million so'm Bundan ham chegirma 50 million o'tib beraman. Tan narxi 360 million. 310 millionga chiqarib beraman buni ham. Qo'yil lekin. Bu rastroshkasi ham bor, ha, bobo? Yo'q, buni rastochkasi yo'q. Ha, bularda yo'q. Faqat leasing chiqadi, avtokredit chiqadi. Nasiya savdo bor, o'zimiz ham baraka qilamiz. Tushunarli. Xullas, okalar Xohlasa naqd o'sha tartibda amal qilib 50 million so'm chegirma Mas bola o'ziga uchrasani kelib, mas bola o'z ishini zo'r qilib bitirib beradi. Avtosalon kelib to'liqroq ma'lumot olinglar. Pastda nomerlar qoldiraman opisaniyada, telefon qilib gaplashib, lokatsiyani so'rasangiz ham bo'ladi. Bizning manzilimiz Namangan shahar, Do'stlik bozor Promzona yo'lida joylashgan. Video yoqqan bo'lsa, batafsil ma'lumotlarni berdik, yolg'onlar aralashtirmasdan. Shuning uchun bitta like bosib qo'yingda. Bu videoni Telegram gruppalaringiz bo'lsa, otib qo'ysangiz, bu videoni ko'rgan odam manfaat topadi. Hamma avtosalonimizni kutib qolamiz.